Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlarga foydali videolarni chiqarishda davom qilamiz. Xiva tuman Ogohida 175 kvadratdan 100% pishgan karushdan qurilib turgan kottejlarimiz sotib chiqdi og'aynilar. Lekin o'zi 175 kvadrat qizil chiziqi bo'lgani bilan oldinda bog'lari bor ekan og'alar. Oldinda zabori bor ekan. Bera hech kimni haddi bo'lmay qoladi keyin ber. Nachun desa, oldinda visokovolt o'tgan ekan. Bu visokovoltning muhofaza zonasi bo'lib qoladi, bir bog' bo'ladi ekan. Bera hech chat bo'lmaydi. Ehtiyoji bir vaqti bir siyma bir narsa bo'ladigan bo'lsa, bu yerdan o'tish uchun muhofaza bo'lib qoladi-da, bu yerdan elektrositning odamlari o'tish uchun o'tadigan yo'l bo'lib qoladi. Lekin oldinda zabor bor. Bu yon tarafdan o'tib kelinadi ekan. Xolasa zaborni olib tashlaydilar, xolasa addenniy qilib, bera kottejlarni oldindan giradonatib, steshka qo'yib, gul joyatib, oldilarini chiroylatib qo'ysa bo'ladi ekan, og'aynilar. Xo'p, bu videomizda ikki obyektda kottejlar sotiladi. Bu kottejlarni tushuntirib bo'lib, hozir videoning davomida keyingi obyektga boramiz. Bu yerda ham kottejlar qurilib turibdi, ularni ko'rsatib o'tamiz. Uni adresi ham Ogohida. Davom etamiz og'aynilar. Videoni sira chiqib ketmanglar. Videoning oxirida keyingi obyektni ham ko'rib olishlaringiz mumkin. Ustalar ishlab turibdi, og'aynilar. Birinchi qavati bitibdi buni. Xudo xolasa birinchi qavatini ham plita bilan bostirib, ikkinchi qavatini ham plita bilan bostirib, shiferlarini qilib, oldilarini, fasadlarini ishlab, travertin qilib, hamma ishlarni qilib beradilar ekan. Ichon tarafini steshkalarni qilib, planirovkalarni, pregorodkalarni o'rib, zina joylarini betondan qo'yib ishlab berilar ekan. Har biri 175 kvadratdan shu yerda. Bu yerdan bir kottej, bu yerdan bir kottej, 4 dona kottej bor ekan og'aynilar. Bu yerda ishon tarafdan uglovoydan biri, ikkinchisi sotiladi. Bularni aytib qo'yibdilar ekan og'aynilar. Xo'sh, bu yon tarafimizda bilan yob o'tgan, yobdan suv kelsa, masalan, suv oqib tursa, yonboshdan zo'r. Oldilarini ko'rdingizlar. Adres, lokatsiyani kommentariyada qo'yamiz. Biza Xiva do'koni tagidan to'g'ri o'tib turib, metanni to'g'risini aylanib keldik og'aynilar. Bu yon tarafi Ogohiy bog'i ko'chaga chiqib ketadi. Mana u ko'chaning boshidan bu yana chiqadi. Yetti kelsa ko'ramiz og'aynilar, channi planlarni ko'rib chiqamiz. Pishgan karushlarga e'tibor beringlar og'aynilar. Zaxonya deb chiroylatib ishlangan. Yaxshi pishirilgan pishgan karush. Podushkalari 70-30 quyilgan ekan. Bu yer balkon joyi bo'ladi og'aynilar. Bu yer usti balkon bo'ladi bu yerni. Fasadlarni ishlab chiroylatib beradilar. Ishlarini, steshkalarni qo'yib, hali pregorodkalar urilmagan, xo'la. Bu yerda vannaxona bo'ladi, giraverishda bu yer. Bu yerda zal bo'ladi. Keyin bu yerda zina joyi bo'ladi. Bu yerda bir spalni bo'ladi. Bu yerda kuxnya bo'ladi. Bog' tarafini ko'rsak, bog' tarafida bir 470 mi, 5 metrdimi joy bor ekan har birini. Bog'i. Bir qator ko'rali. Kottejning razmeri 880 mi, 850 metr o'sadilar devorni. Keyin har bir xonani, zalni yoki dolonni eni 4 metrdan tushadi ekan. Bu dalan giraverishimizdan bering og'alar. 4 metr bo'ladi ekan eni shuni. Dalanning eni 4 metr. Bu yon tarafda zalning eni 4 metr bo'ladi. Endi bu o'rta qanot. O'rtaga kelgandan keyin bu yana vannaxonaga kiriladi, bu yana ikkinchi qavatda zina joy qo'yib, betondan qo'yib beriladi ekan. Xo'sh, keyin sisma poyez qo'yilgan og'aynilar. Beton plita bostirilib, ikkinchi qavatdan beton plita bosib beriladi ekan. Xudo xolasa. Ana pirimichkalar qo'yilgan. Fasadni og'aynilar, fasadni ishlab beriladi. Fasadning rasmini ko'rsatib beramiz. Proyektni ozmoz o'zgartirib bergan ekanlar. Bitgan fasadda eshik bu nereden bir yan taraf dalanat hisoblangan ekanda, chizilgandan keyin o'zgartirib berilgan. Men sizlarga shu nerda fasadning rasmini qo'yib beraman. Mana. Elektromontaj qilinadi ekan, suv og'uriladi, steshkalar qo'yiladi, shifer qilinadi, plitalar bostirilib, fasadlari chiroyli ishlab beriladi. Faqat malyarkaga, shpakulovkaga qoladi ish. Ana shu holatida topshiriladi ekan, sotiladi. Narxi $53,000 aytilib turibdi og'aynilar. Kelishib beriladi. Mashina barter. Yetmayna durarani so'rab ko'rasizlar og'aynilar. Uni aniq so'ramabman. Mashina barteri bor.
planlaşdırasizlar. Dokumentlari ish jarayonida ishlanib turibdi og'aynilar. Hali buni qurilishi to'liq bitmagan. Dokumenti ish jarayonida. Dokumentini taxlab bitgandan keyin adlaringizni o'tkazib beriladi. Hali bu qurib ikkinchi qavatdan bitincha dokument ham bitadi. Oladigan odam bo'lsa, adlaringizni o'tkazib beriladi, xudo xolasa. Ana keyingi obyektni ko'ramiz og'aylar. Hurmatli obunachilar, bu yerda yana bir obyektga keldik. Bu obyekt nerede desangizlar, Xiva do'konining arka tarafındaki ko'chadan girsangizlar, o'rtada bu yoqda Xiva do'koni tenidan girdingizlar, arkasındaki ko'chaga girdingizlar, o'rtaroqda birinchi ko'cha chapa burasizlar. Shundan keladi. Shunda 3 dona 2 qavatli quriladigan kottejimiz bor ekan. Bu ikkinchi obyekt. Bu Xiva Qiyat mahallasi, Xiva shahar Qiyat mahallasi. U birinchi ko'rsatgan obyektimiz ham Xiva shahar Qiyat mahallasi edi. Shundan 3 dona kottejimiz bor. Oldinda 5,5 metr qizil chiziqi bor ekan. Shu zabordan keladi ekan shura. Yine, mana. Bu ham 2 qavat bo'ladi. Oldin buni arqa boq tarafi kichkinaroq 3 metr qolgan, oldi boq tarafi oldi 5,5 metr zabor bor oldinda. Haddi bor qizil chiziqi. Bu 180 kvadrat ekan og'alar. Yine ustalar ishlab turibdi. Sifatlatib pishankarishdan 2 qavat ham diklanib, plita bilan 2 qavat ham bostirilib beradi ekan. Ana. Xo'sh, ishidan giramiz og'alar. Bismillah. Havoza bo'lg'ana. Yine giraverishimiz og'alar. Dolana girdik. Dolanni enine qaranglar buni. Eni 4 metr deymi bu yerni? Eni katta ekan. Xo'sh, bu yerdan ozgina o'zgartirish kiritib berdilar og'alar. Zala giriladi bu yerdan. Bu taraf o'rilib tashaladi. Bu yerdan zina joy ekan, bu taraf o'ng tarafdan zina joyi chiqadi. Ne deyip? İkinci qavatga chiqadi. Bu tarafda zali. Yine og'alar. Zal. Zalam 3,5 3,60 zal bor ekan. Necha bularni eni og'alar? Eni necha bu yerni? 3,55. Dolan 4 metr o'xshaydi. Dolan 4 metr ekan. Dolan 4 metr. Qaranglar endi. Bir o'zgartirish kiritilgan, bir yopiladi bu og'aynilar. Bu yoqda to'liq zal bo'ladi bu yerda. Zina planlashtirganlar o'zgartirish kiritildi, bir beklanadi, butun zal bo'ladi. Zina joy o'ng tarafdan shundan ko'tariladi, ikkinchi qavatga chiqiladi bu yerda. Bu yerda keyin televizor joyi, uyg'oqlarni qo'yib berib, dalanda giraverishda bir eshik, bir oynasi bor. Şuradan girsak, baq taraf bu sal kichkinaroq u kottejlarga qaraganda, birinchi kottejlarga qaraganda. Giramiz, bu yerdan pergorodkalar o'riladi. Bu yoqda bir spalni bo'ladi, bu yerda vannaxona bo'ladi, dushovoy, bu yon tarafda kuxnya bo'ladi ekan. Kuxnyadan baq tarafga chiqib ketiladi. Bu yerda pergorodkalar ishlanadi, o'riladi, beton quyilgan. Baq tarafida esa shunda 3 metr haddi bor. Har bir kottejni 3 metr bog'chasi bo'ladi. Ana. Yan boshida zabor. Yine. 2 qavat etib, pastda bir zal, bir spalni bor. İkinci qavatda esa 2 zal, 2 xona bo'ladi. Og'alar, ikkinchi qavatda plita bilan bostirilib 2 zal, 2 spalni bo'ladi. İkinci qavatda suvoq urilib, stechkalar quyilib, shifri usti bostirilib, elektromontaj qilinib topshiriladi, xudo xolasa. Narxi 47 ming dollar aytilib turibdi og'aynilar. Bu salar zarar. U kottejlarga qaraganda 47 ming dollar kelishib beriladi. Dogovor barterlarni gaplashib berasizlar. Qo'ldan kelgancha tushuntirdik. Bu kottej ham dokumentlari ish jarayonida bitincha dokumentlari bitirilib, aloqa odam bo'lsa adlarini o'tkazib beriladi. Ekrandagi telefon nomeri aloqa chiqaverasizlar. Lokatsiya kommentariyada bo'ladi. Bemalol kelib dokumentlarni ko'rib, tekshirib savdolashib olaverasizlar.